Xalqaro tabiatni asrash tashkiloti bu qushni dunyodagi eng xavfli invaziv turlarning 100 taligiga kiritgan. Tanishing Acridate tristis, ya'ni oddiy mayna. Maynaning invaziv qobiliyatlaridan quyidagilarni ta'kidlab o'tish mumkin. Bu yuqori reproduktiv va adaptiv qobiliyatlar, ovqat tanlamaslik va sinantroplik. Maynaning tabiatga va ekosistemaga yetkazadigan asosiy zararlardan bular aborigen qushlarning inlanish ekologiyasini buzishi. Avstraliyada esa raqobatga moslashmagan endemiklarni qirilib ketish arafasiga olib kelishi. Qishloq xo'jaligi sohasida esa ekinga va mevali daraxtlarga zarar yetkazishi orqali iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishi. Hindiston aeroportlarida esa mayna to'dalarining samolyotlar bilan to'qnashib ketishining 100 dan ortiq holatlari qayd etilgan. Respublikamizga kirishi esa sobiq ittifoqining zararkunanda hasharotlarga kurashish siyosati doirasida sun'iy kiritilgan va bizning ekosistema uchun endemik tur hisoblanmaydi. Lekin hammasi ham biz o'ylagandek yomon emas. Mustahkam oila qurishni maynalardan o'rganish mumkin, chunki ular monogam hisoblanadi.